Ash-shakur oz amal uchun ham ko'plab savob beruvchi. Ash-shokir va ash-shakur sifatlari ham Alloh taoloning ismlaridan bo'lib, amal qiluvchi bandalarning sa'yi harakatlarini zoyi qilmay, ko'plab savob beruvchi demakdir. Balki bir necha barobarga ko'paytirib beradi. Chunki Alloh yaxshilik qiluvchilarning amalini yo'q qilib yubormaydi. Alloh o'zining kitobida va rasulining sunnatida bitta yaxshilikni 10 barobardan 700 barobargacha ko'paytirib berish haqida xabar qilgan. Mana shu Alloh tomonidan bandalari uchun shukr bo'ladi. U zot mo'minlarni o'zining roziligi uchun muvaffaq qilib, keyin uning shukriga ko'z ko'rib, quloq eshitmagan va inson qalbi his etmagan yaxshiliklarni ato qiladi. Bunday qilish uning majburiyati emas edi. Buni faqat karami va sahiyligidan o'ziga shart qilib oldi. Alloh itoat qilganlarga savob berishi, gunohkorlarni jazolashi shart qilinmagan, balki savob berishi fazli marhamatidandir. Azob berishi esa adolati va hikmatiga binoandir.